Barchaga salom. Yana tahlil plus strategiya, savdo tizimi. Oddiy yondashuvni ko'rib chiqamiz. Xo'p, manda ko'rgan bo'lsalaring, oldingi tahlilim buy, ya'ni o'suvchi trend, chunki bizda o'suvchi trend globalniy va bu yerda biz tashqarida yopildik, tasdiqlandik. Endi bizda yomon bu yerda manipulyatsiya hosil bo'ldi. Mana bu o'rindan mana bu loji proboy qildi. Mana ko'rganimizdek. Va undan keyin loji proboydan keyin yana bitta yolg'on signal ham berdi. Yolg'on signal xuddi selga ketamiz degan signal berildi mana bu yerda va qaytib yana tepaga harakatlandi. Bu konkretni manipulyatsiya, ya'ni odamlarni pulni olish, chalg'ib ko'pchilikni pulni olish mana shu yerda juda sezilarli bo'ldi. Xo'p, yana mani oldingi tahlilim o'z kuchida qolmoqda. Chunki bu yerda mana bu уровеньni kirib, yana chiqib, ложный пробой va ложный signal va ложный пробой bo'ldi. Asosan yana shu tomonga narx burildi hozircha. Hozircha bizda ssenariy hali ham o'suvchi. Demak, o'suvchi trend bo'yicha harakatlanishimiz kerak. Mana bu belgida buyga kirdim. Nima uchun kirdim deganda, xo'p, bizda уровень bor, mana bu уровень. Qaytib chiqib kelib yana shu уровеньdan reaksiya ko'rsatdik. Ko'rayotganimizda bu yerda flat bo'lib va kichkina time frame'da bu yerda bizda mana bu yerda nima bor? Protargovka, ya'ni kichkina diapazon bor. Bu diapazonni buzib ko'rganimizdek buyga yopildik. Diapazon zakrepleni oldik va biz tepaga harakatlandik. Ayni damda hozircha bizda ssenariy buy. O'suvchi ssenariy hozircha. Bu yerda hech qanday kecha mana bu yerda signal sell deydi va qaytib buzib o'tib bu ложный пробой qildi. Katta time frame'da bu ma'lum. Ложный пробой va bizning mana bu ssenariyimiz, ya'ni tahlilimiz o'z kuchida qolmoqda. Hali ham. Hozircha. Yana bir qiziq holat. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, men shanba kuni analiz tashlagandim. Mana bu oxirgi bunaqa diapazon bor edi. Bizning diapazonimiz buzib buyga ko'rsatdi. Va bu yerdan buyga ketish kerak edi. Korreksiya qilyapti mana bu oxirgi diapazonga. Yoki уровень desak ham bo'ladi. Mana bunaqa уровеньga zerkalniy уровень korreksiya qilyapti. Va bu yerda dushanba kuni birdan vaziyat o'zgardi. Bu yerdan buyga ketishini kutayotgandim, birdan ertalabdan pastga ketdi, sho'ng'idi. Chunki bizda analiz qilganimday mana bunaqa diapazon bor va bu diapazonni pastidan biz buyga harakatlanayotgan edik. Lekin ko'rganimizdek birdan selga ketdi. Chunki buyga kirganlar ko'pligi uchun bu realniy o'suvchi trend, o'suvchi hamma nimalari, ya'ni
signallar, bozor strukturasi payini ko'rsatayotgan edi. Manipulyatsiya hisobiga bozor pastga quladi. Xo'p, bu yerdan mana bu уровеньdan ложный пробой oldi va kecha shu yerdan chiroyli signal bor edi, bayga harakatlandi. Kecha men kirmay qoldim ma'lum sabablarga ko'ra va bu yerda men ertalab kirdim. Xo'p, nima uchun kirdim? Pastki уровеньni biz buzib pastga yopilmadik va tepaga harakatlanmoqda narx. Va ko'rganimizday ertalabki flat va biz diapazonni pastidan tepasiga harakatlanmoqdamiz. Maksimum hozir mana bu diapazonimiz mana bunaqa kattardi va bizning vazifamiz, bizning maqsadimiz mana bu birinchi sel, mana bu maksimumgacha ayni damda. Ko'ramiz. Shu maqsadda kirdim men. Mana bu diapazon eng oxirgi diapazonlardan biri va bu yerda biz pastki shu diapazondan ertalab men bayga kirdim. Ko'rganimizday mana bu diapazon va biz diapazonni buzib tepaga zakreplение oldik va shu bilan biz yuqoriga ketmoqdamiz. Hozir ayni damda biz katta shanba kuni analiz qilganim bo'yicha hali ham o'z kuchida qolmoqda. Xo'p, katta tayfinni ko'rsak, bu yerda hech qanday razvorot, globalniy razvorot alomatlarini ko'rmayapman. Mana shu minimum, kuchli minimum bo'ldi va bu yerdan narx kuchli harakatlandi, qaytarildi tepaga. Va bizda ayni damda o'suvchi harakat. Hozircha ma'lumotlar shu. Endi mana bu strelka bu yerdan tepaga qarab ketadi. Va biz buni buzgandan keyin albatta keyingi уровеньimiz mana shu уровень bo'ladi. Ungacha mana bu уровень 37, 1.37. 1.37 100. Kutamiz. Shu yerga kelish ehtimoli bor. Bizda oddiy trading oddiy yondashuv va oddiy strategiya, hammasini oddiylashtiramiz. Tushunish, oddiy daromad qilish uchun. Qiynalib daromad qilish bo'lmaydi. Bu bilan bo'yish juda qiyin. Agar iloji yo'q demasak, qiynalib bozorda ham mardikorchilik qilayotganlar bor. Qiynalib ishlashdan bo'yish qiyin. Tradingda ham xuddi shunday. Qiynalib, murakkablashtirib daromad qilish mumkin, lekin bo'yish qiyin. Ko'p pul daromad qilish qiyin. Asosan bunda tradingda asosan zarar qilinadi bunaqa holatda. Shuning uchun soddalashtiramiz, tushunarli va boylarga o'xshab, millionerga o'xshab kam kiramiz va kerakli joyga kiramiz. Nima kerak bizga? Pulimizni ortiqcha xarajat qilib, keraksiz lishni narsalarga xarajat qilish nimaga kerak? Shuning uchun aktiv olamiz, kerakli paytda olamiz va bizning pulimiz o'sishi kerak. Bizga daromad olib kelishi kerak. O'shanda pulimiz ko'payadi va bo'yib yaxshi yashaymiz. Aslida bo'yishdan maqsad erkin, tinch, baxtli hayot.